O'zi hamma narsa qiz bola zerikkanidan boshlanadi degan odam adashmagan bo'lsa kerak. Menam bugungi shertiga qo'ymaydimu, qo'lim oyog'imga olib yo'lga tushdim. Hey, what is this? Bolalar bilan tez xayrlashib, topilaqatga keldim. Sababini bilmayman-u, lekin har zerikkanimda o'zimni har doim salonda ko'raman. Aziyat chekayotgan esa meni bechora sochlarim. Birinchi bo'lib rang tanlab oldim va ishni bismillah deb boshladik. Pishiriq kuydirishlarini esa juda uzoqqa bordik. Chunki sochimni oldin kuydirganman, undan keyin temniylashtirganman, undan keyin yana bitta kuydirib, yana bitta temniylashtirib olganman. Turishimni qaranglar. Anu maymunlarning onasiga o'xshab qo'yganman multikda. O'zi ham 4,5 soat salonda o'tiraverib hamma joyim og'rib ketdi-da. Lekin rezultat bunga arzida. O'rtoqlar, birinchi bo'lib Kamron reaksiyasini ko'ramiz. Ko'rinmayapti menga. Mana. Chiroylimi? Ha, juda ham go'zal. Dunyodagi eng go'zal sochlar. Qalay, zo'r chiqibdi. Chotki. Manu istoriya qo'ydingiz-ku, qizil qilib ustini. Qizilga bo'yab shuncha qizil bekitib qo'yasiz deb o'yladim. Vashida qo'yibdi. Вообще zo'rlak emas, boshqa aniq qizilni to'qiga bo'yaysiz deb o'yladim. Vashi. Men ham bo'yayman. Enamdan so'rab berasiz. Bomba. Voy, sochi zo'r chiqdilagan nabi o'zi oldin ham chiroyli edi, endi hozir vashim chiroyli bo'libdi, to'g'risi. Endi meniki yetmaydi, to'g'ri? Qalay. Kabi chotki. Chotkimi? Zo'r turibdi. Qachon qilding? Kecha. Haqiqiymi mana bularni? Dunyodagi eng chiroyli qiz oyimdan keyin.